Aka. Mana baliq vallahi. Almakonni tushdi pastga tushdi. Ha, bitta ikkita hech narsa qilmaydi. Sal yerga sal qo'yinglar, bunday yoyilib balig'im ko'rinadi. Ha, yerga qo'yaveringlar, yerga yotqizinglar yana. Yorvoradi-da, sal tashlang yana. Oching aka, sekin oching, baliq qiynalyapti. Tayyormi? Ha. Ketib qarang. Oching. Wow, ana baliq. Mana xudo xolasa, chotki bo'ladi. Aka chiqing, tushirib yuboring endi, tushirib yuboring. Ko'p qolib ketdi. Hammasi sazan, ha. Kilonga yirtilyapti. Bola, kilonga yirtilyapti. Yerga qo'yinglar. Yerga qo'ying, kilonga yirtilyapti. Qo'ying, ana ketyapti baliq. Yarim soat 15 minut baliq o'lmaydi. O'lmaydi. Ma kilonkaga tashaverish kerak. Mana baliqchalar ham. Pastda, Islomjon. Aka qarang, o Umidjon qarang oyoq tagidagi. Hali ko'p ekan ichkaridan. Baliqlar ham hayron. Qaytga kelib qoldi ekan deb. Mana baliqlar bor. Vay, mana qo'yapti bolalar. Boş. Yerda turibdi. Baraka topinglar. Kam bo'lmanglar, umrlaydan baraka topinglar. Mana shunchalik ehson qilyapsizlar. Xudo sizlarga bersin. Kam bo'lmanglar. Ehson qilganlar qancha? Kam bo'lmanglar. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Siz bu yoqda aka bitta gapirib olasizmi? Xudo xolasa mana bu yoqda nima deydi, inspektor ekansiz. Qarab oling kameraga. Inspektor ekansiz. Bitta yaxshiroq bir gap ayting endi, shuncha harakat bo'lib, Xudo xolasa bu elektriklarga insof bersin. Baliqlarni ko'paysin, mana urib qo'yadigan paytda qo'yib yuboryapsiz, Xudo xolasa. E'tiborlar sal kuchliroq bo'lib, Xudo xolasa aka. Xudo xolasa, nag'ini olib ko'payishiga nasib bo'lsin. Elektrikchilarga Tomirga suv qo'yamiz. Yordamchi kerak bo'lsa aka borga, mana shu gruppamizda 2000 ta odam bor-da. O'shalardan borga bironta bir huquq olib beringlar, shu ushlab oyog'ini sindirib yo belini sindirib o'zimiz mashinaga ortib beramiz. Qo'ldan keladi, lotka bor. Sal bunday ish mana shu baliqchilarga ham sal sizlar masalan har kuni yurganlaringda uxlaganimiz ham, turganimiz ham kanal bo'yida bitta baliqchi bor deyman-da. O'sha sal huquq bo'lsa ekan, keyin baliqchi borku tosh otadimi, g'ish otadimi, bir bola qilib borib mazasini qochiradi. Mana elektriklar orqasidan borib baliq ushlamayapmiz-da, to'g'risi. O'shanga bitta bo'la berilsa-ki, o'zimiz bilamiz-da. Hech bo'lmasa borib bizga borsa ruxsat berilsa, sizlar tomonidanmi yo boshqa tomondan. Endi samasutga ruxsat yo'q-ku, endi bir kalla pallasini yorib qo'yasizlar deb qo'ymaydi. Voy, oyoq tagida sazancha Umidjon qarang. Yezim bosilib turdi. Kim bosgan uni? Yo'q. Bundaqasi ham bo'ladi bitta ikkita. Shuncha baliqdan bitta baliq o'ldi xolos. Qara. Yigitlar umrlaring barakasini bersin. Yordam berganlar, gap yo'q, rahmat. Kilonkada sirpanib. Mana sizdan men ushlayman bor-a. To'xtanglar. Chetam siyat imo. suv quyman deyapti. Orada qolib ketdi. Tagida rosa suv yo'q. Ikkita qoldi-da. Ha, u ol bo'lmasin, o'shalar. Ash bittani bering Rustam menga. Ichkarida hali ko'p ekan. Bitta suv bilan olib qo'yib yuborish kerak. Hallaka. Mana sazanchalar bor, kichkinasi ham bor, kattasi ham bor. Alisher shoshma, suv qo'yadi. Ichida bor ya. O'sha jarayon. Ana. Mana shuni o'zimiz ushlaymiz, hallaka, xudo xolasa. Qarab olinglar.